Assalomu alaykum. Nabijon Nurmatulloyev kanaliga xush keldingiz. Bu saban nima deyapti? Saban srochni furushi, srochni sotiladi. 110 somondan maqsad katta qop, juda ham zo'r preslangan. Nima xohlasangiz preslab olasiz. Kolxozobod rayoni Yangi Turmush kolxozi 7-brigadda. No'xyay kolxozobod, No'xyay Jaloliddin Balxiy Yangi Turmush 7-brigad. Maqsad nashr kimdir olaman desa ekrandan nomerlar bo'ladi. Bemalol olishlaringiz mumkin. Buna bizim yere kızım ham kelib o'tiribdi. Ha kızım. Buna ko'ryapsizlar inshaalloh kimdir olaman desa saban toza saban. Maqsad bugun chiqarilgan, bugun 4-iyun kuni четверг, payshanba kuni 19:33 bo'libdi. Kechqurun 7:30 bo'libdi. Bemalol shularni olishlaringiz mumkin. Soatiga aytyapman chunki toza bugungi qilingan saban. Kimdir olaman desa dehqonchiliklarga barakatini bersin. Faqat bize bilasizlar hazır yazın kunda ko'pincha ayol kishilar mehnat qiladi. Ayol kishilarim shunday mehnatdan saban kombaydan chiqargan ayol kishilarim barakat topsin dehqonchilik qilganlar uchun. Chunki faqat o'zimizning dehqon ukalarimiz, dehqon aynalarimiz, dehqon ukalarimiz, dehqon singillarimiz, dehqon opalarimiz mehnat qiladi. Peshona ter bilan Xudo rizqisini barakatini bersin. Nima sotsa ham albatta shuni çünkü barakat topsin demoqchiman. Sizlar ham barakat topsanizlar bo'ladi inshaalloh. Dinleringiz sog' bo'lsin. Pastdagi nomerlarga telefon qilingizlar.